Davom etamiz. To'lov madaniyatini bilgan iste'molchi hech qanday muammoga, ziddiyatli vaziyatlarga duch kelmaydi. Ammo oramizda shunday fuqarolar borki, ular turli vajlar bilan qonuniy to'lanishi lozim bo'lgan to'lovlardan bo'yin tovlashadi. Shunda Majburiy ijro byurosi xodimlari ijro ishlarini amalga oshirishlariga to'g'ri keladi. Lekin Majburiy ijro byurosi xodimlarining qonuniy talablarini bajarmay, ularga tajovuz qiladigan kimsalarning borligi ham ayni haqiqat. Qashqadaryolik muxbirimiz ana shunday fuqaroning qilmishi haqida so'z yuritadi. 41 million 660 ming so'mlik soliq va boshqa majburiy to'lovlarda qarzdorligi bo'lgan fuqaro mast holda Majburiy ijro byurosi xodimlariga sovuq qurollar bilan hamla qildi. Kamiga ijrochining shaxsiy avtomashinasiga zarar yetkazdi. Bir necha bor ogohlantirishlarga qaramay qarzdorlikni bartaraf etmay kelayotgan fuqaroga o'sha kuni tushuntirishlar kor qilmadi. Aksincha, u o'z xizmat vazifasini bajarayotgan xodimlarga faol qarshilik ko'rsatib, dastlab haqoratlaydi, keyin esa pichoq ko'tarib o'ldirish bilan tahdid qiladi. Ijro harakatlari davomida fuqaroga qarzdorlikni to'lash lozimligi, aks holda qarzdorlik evaziga mulk xatlanishi tushuntirilganda, fuqaro spirtli ichimlik ichgan holatda ijro harakatlariga to'sqinlik qilib, ularga faol qarshilik ko'rsatib, qo'pol so'zlar bilan haqorat qilib, xonadonda bo'lgan xo'jalik pichog'ini olib chiqib, ularni o'ldirish bilan tahdid qilib, davlat ijrochilariga yengil tan jarohat yetkazgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismida hokimiyat vakilini qanday shaklda bo'lmasin, uning xizmat vazifasini bajarish yoki fuqaroviy burchini bajarishdan voz kechishga, shuningdek qonunga xilof harakatlar sodir etishga majbur qilish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deb ko'rsatilgan. Xuddi shu kabi ushbu fuqaro Jinoyat kodeksining mazkur moddasi bilan aybdor deb topilib, unga nisbatan 3 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mastlikdan sherga aylangan fuqaro to'polon ko'tarsa muammolari hal bo'ladi deb o'yladi shekilli. Shu yerda turgan davlat ijrochisiga tegishli Matiz avtomashinasiga bolta bilan tashlandi. Biroq muammolar bu bilan hal bo'lmadi. Aksincha, bu ishi uni kattaroq muammolarga yetakladi. Qizig'i, sudlanuvchi bunga qadar jinoiy harakati tufayli tegishli javobgarlikka tortilgan bo'lib, ayni damda jazo o'tab kelayotgandi. Bu ishi esa unga og'irroq jazo tayinlanishiga sabab bo'lmasdan qolmadi.